Sen adam kırmasın ha. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Mening ismim Tug'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda o'tganda Amerikadagi Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq raisi Rabia Qodirning yo'ldoshi Sidiq Hoji menga qarshi YouTube'da ya'ni ochiq so'zlabdi. Men buningga javob qaytaray dedim. Bu Sidiq Hoji yaman qalayimqan gapga ketdi. Birinchidan meni Turkiyada tug'an yo'q debdi, ikkinchidan undan bu otishliq debdi. Aşılıqı tökmət kəslam dəyər verdikəndə ilə ağzımga gap keldi edi. Üçüncüdən onundan bu adam meningki salayetimni aniqligini bilmaydi. Sidiq Hoji men G'ulji shahrininki birinchi bizningki tug'an o'rnimiz Ahmadjon ko'chidim. İkincisi onundan biz Nag'irchiga ko'chib ketgan. Eli daryo o'tiribgan. Men yurtim meningki Ili oblastininki G'ulji shahridan. Ben Türkiye'ye hech qachon sayohatlan borgan bo'lsam bo'ldim. Turkiyada uni oldin undaq bir uzun turpoqqa ishim yo'q. Siz xatolashib qolibsiz va yoki iliqi tuhmat qildim deb yoki iliqi yag'anga qildim deb baklam chandırib qo'yibsiz. Men 2009-yili Shvetsiyaning Gazenberg universitetiga o'qishga kelgan, keyin o'sha yerda qilib ketgan. Buningda meningki Tug'liq Hamid deb pasport bo'yicha ismimni bossangiz, hozirgi pasport ismim Tug'liq Hamid deb bor. Men ko'chmalay darsiga pasport bergachga mening ism familiyam o'zgartgan bo'lmadi, shu pich qilib ketdi. Agar shu bo'yicha siz pasportga bossangiz, Google'ga bossangiz men to'liq tarjimalim chiqadi. Qandaqki odam Google'ga bossa to'liq tarjimalim chiqadi. Men 2009-yili Shvetsiyaga Gazenberg universitetiga o'qishga kelib, o'sha yerda qilib ketgan. Ben Türkiye'ye 2014 birinci qitim bağıya vaxtım şu atanam bilen köreşkini bağın. Bu ikincisi benim yurtum G'uljidan. Siz onu bu ne dep G'uljilik, üyelik, biyalik dep yani bu Abdülazizmi şu yurtdan cidilini taşlap bakmaya degen taşlanmagandı. Siz mi şu yurtdan cidilini qıp qapsız. Pekar özü ili diyardan, ilinin oğlanı. Siz bak YouTube'da hasırap yürkünüz çıkıp qağadak alet sözləpsiz. Siz mening aldımga chiqib undaqcan cho'ng so'zlaydigan saviyadagi siz adam emas. Siz vatanda bo'ladigan bo'lsangiz, Xi Jinping bilan Wang Laochunni maqtab turib obzor yozadigan odamsiz. Mishinchi kamda senga siz deb turay, buning bu yoqqa sallab o'tdim. Sen sollamchi qeyri, va gapni obda angla. Sen tillamagan Adham Kam qamidi, sen tillamagan Dilshod Rashid qamidi, sen tillamagan Tarat Yo'rinqash qamidi, sening xotining tillamagan Dunyo Uyg'ur qurultayi qamidi, sening xotining tillamagan hammani sening xotining deb berdi xoinligini, Loisadan tortib butun hamma 11 munofiqni seninki xotining sanab berdi. Sen tillamagan Adham Kam, Abdulikim Baqi mayli ular munofiq ulamdi o'zingninki shu bir sening ayoling bilan bir sap yurgan sabdashlarninki hammasini tillab chiqding sen. Sening tillamagan odaming qolmadi. Men tillagan bo'lsam, men xoinni tilladim, men da'voning ichidagi da'voni kontrol qilib olgan, da'voni monopol qilib atgan, xalqni qinini ichib atgan, xalqni yog'an yo'lga boshlab atganlarni tilladim. Sen andaq qulchilik, mandaq taranchi, andaq deb kelsa, qara. Qulchiliklar bor, qara. Şu Sharq Turkistonga asos jihatdan madaniyat akirgan har qancha o'simi g'uljiliklarninki Ahmad apandimlar chiqib, har holda bir qo'ral ko'tarib shu viloyat deb qo'ydi. Xitoy shuni qilib, mustaqillikni 5 yil o'simi Manas daryosini o'yishatgan bo'lsimi, shuni ko'rpay qildik. Sen sollamchilar nima ish qilding ha? Yetib elib mustaqillik degan hiji qizning da'vosi deb mushunda jugashga janob taraflarda hozirgacha aşağı tugamaydi. Bizning g'ulji taraflarda aşağı bormidi? Go'y sen haq bakaq ishlab beri va gashga ashti lagerni bular bakaq ishlaydigan haqga deb. Seningki birinchidan men sendan so'ray, siz qachi, sening davarki salayting nima? Sen nima kimga vakolatdan, qaysi tashkilotga yoki qaysi bir organga yoki qaysi bir Uyg'urninki sen bir beshi bo'lib baqqanmi, kimga vakolatdan chiqib so'zlayapsan sen?
Sen oylap bak, sen kimge vakaletten çıkıp sözleyapsın? Sen kimge vakaletten çıkıp sözleyapsın? Seninki davarik salayitın nimo? Ben senden sual sorashqa başlayayım. Senin davarik salayitın nimo? İkincisi, senin ayalın Dünya Uyghur Qurultayida reis bo'lgan chaqda, kishilik huquqninkida shu Amerika Uyg'ur birlashmasida reis bo'lgan chaqda, senin ayalın şu chaqda shu yerlarda reis bo'lgan chaqda, senin davarik salayitın nima shu chaqdaki? Bu senden soradigan ikinci savol. Üçüncüsü, müstakillik davası, hece qizning davası, akan qarg'aydan başqa hech kim müstakillik davası qilib baxmagan debsa, unda bo'lsa Amerikadagi birdan bir hece qiz senkansan demsa, g'uljilarda to'yi bo'lsa, 60 ko'ynisi bir erlar olgan, "Oy!" deb chaqirib bergan, erjalab deb qo'ydik. Sen naq ashta to'tig'i chiqib bir salam chiqansan. Jing erjalab kelsan, sen chiqib Zumrat Tursunni lanjo junchoda deding. Sen shogird deding. Endi qo'pib meni Turkiyaga kelib Türkiye'lerde jügen, mundaq dedim. Goy, mening Shvetsiyaga kelib o'qishga kelganimni hammasi biladi. Hatta mening panohlik ishlarimdimi bütün narsada Google'ga kirsam, Toggle'ga qaymeti deb bassam, mening hamma narsam bor. Meni Shvetsiya hukumati toza obdan biladi. Tushundingmi? Anadeken Rabia Qadir degan jalab xotining chiqib so'zlabdi. Boldu qılыңlar, bunda oynanglar, yig'ishtiringlar, sizlarmi oynanglar o'ynay. Anangiz sizga Rabia Qadir degan paskini rasva qanjoq, Leylimi do'zaxning mahsuloti, ishning kuchki, qanjoq, munofiq, milliy munofiq, ar-xotun, munofiqlar beg'idagi bir juplar tepishmasa pishmaydigan jalabning allari. Sen go'ylar 23 yilning yog'i Uyg'urni amteti qilib, sen go'ylar indigenis qilaversan, sen go'ylar avtonom tilisang, biz qopab meyadan chiqib o'yin qo'yatamdiq. Biz qopab ma o'yininglarni yig'ishtiringlar, Uyg'urni qutqizayli. Uyg'urni baloq tiqib qanday qutqizsa Uyg'urni? Uyg'urni baloq tiqib qanday qutqizsa Uyg'urni? Sen onda Uyg'urni qutqazgandek nishon bormi? Sen nishoningni bilmaysan qo'y, o'zingning nima qilayotganingni bilmading-ku, necha vaqtdan beri. Sen hozir chiqib so'zlagan gaping bilan hozirqisi bir-birisiga zid kelyapsa sening gaplaringning hammasi. Zimin mustaqillik quruq shuar bo'lsa, sen nima cho'chib ketsan unda bo'lsa? Tatayning kichik quzat nima cho'chib ketdi? Rabia Qadir nima cho'chib ketdi? Dünya Uyghur Qurultaydigilar nima cho'chib ketdi? Nima deb sening torbatlaringda Uyg'urchada mustaqillik, inglizchada undaq narsa yozilmaydi? Nima deb so'zing bilan diling bir emas? Sen ko'tninki yuragingda mustaqillik yo'q. Taslimichi ko't sen. Tushundingmi? Mavi Üçüncüsü, seninki ayolingninki vatan satqish jinoyatlari uchun biz qo'ygan savollarga javob bermoqchi bo'lsa, ben senden so'ray. Seninki unda bo'lsa, sening ayolingni men qarab qo'yib turayli. Unda bo'lsa, sening da'varga saloyiting nima hamsa? Ayoling Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi bo'pti. Amerika Uyg'ur birlashmasiga rais bo'pti. Shu chaqdagi saloyiting nima? Hozirgi saloyiting nima seninki? Ayoling uchun jinoyat, zatan satgan jinoyat uchun biz savol so'ramoqchi bo'lsak, hozirgi sening mush nim saloyatlar sen so'raysan. Sening vataning yo'q, Uyg'urning vatani yo'q. Rabia Qadir qaysi vatanni setyapti deysizlar. Qaysi vatanni setyapti? Sharq Turkistonni setyapti. Sen mustaqillikni tushunamsan, siyosat tushunamsan, Kosmonova xalqini qanday qirgan, ular qanday mustaqillik erishgan edi. Hiji qiz, qeri lavzi ko'p. Barin voqeasida qirg'inchilikda bir qirdi. Madaniyat inqilobida ishni yepilib, ziyolilarimizni, bütün adablarimizni hammasini bir qirdi. G'ulji qirg'inchiligini bo'lganchilik deb bir qirdi. Urumchi qirg'inchiligini bir qirdi. Ondan keyin sen haqma indigenis kategoriyasiga tiqib atgandan keyin anandan keyin keng ko'lamda 2016-2014 da boshlandi, 2017 dan uch shaklda lager qirg'inchilik qildi. Bular qirg'inchilik emasmi? Kosmonovaninkidan narimiz bizniki qilishidi. Ularni endi bizni qanday qilganni Amerikaninki istixborot idoralari bilgashga, Amerikaninki harbiy istixborotlarniki bilgashga, Amerikaning tashqi ishlar Trump hukumatiniki tashqi ishlar ministrligi Pompeo apandim chiqib, Junxa Xalq Cumhuriyeti Uyg'urlarning ustidan irqiy qirg'inchilik qilyapti deb tamg'ini besbadi. Seningki xotining har xil jidallarni Turkiyada teridi. Har xil jidallarni Abbas oilasilar, men o Abbas oilasilarni kelimi chatqim yo'q meningki. Ashlar bilan har xil jidallarga o'ynab, davoni kontrol qilma, Uyg'urni kontrol qilma. Qanchalik Uyg'urni kontrol qilsang, shuncha martabang o'sidi.
Qanchacık Uyg'urni kontrol qila olsang, qanchacık Uyg'urning mingisini juya olsang, shunchacık pul keladi. Shundaqmi? Mush narsalarni sening oilang Aysa olib tekkinning Germaniyadagi kuchki Dolqin Aysalar, Abbas ailesi 3 aile qanda vayron qilib etishdan Uyg'urning davosini. Ha? Yana qopab mustaqillik davosi qilganlik hech qizlik deb qo'yib keyindan Amerikada akan qarg'aydan boshqa. Sen hech qizmay, mayji qizma ko't. Qeri. 50 yil xotiningning pulini xashilding, 50 yil tilamchi go'y. Nerede ishilding sen Amerikada chiqirpaqa bir ish o'rningninkini? Qayerdan pensiya kelyapti? Uyg'urning pulini xashlayotsa, xotiningning pulini xashlayotsa, xotiningni tilamchilik sevitib jalab xotiningni. Arabiya qadir chiqib deb bo'ldi o'yininglarni yig'ishtiringlar. O qilayli, bu qilayli. Ekranning oldiga chiqib quruq shuvar to'lab, ekranning oldida xalqni uyg'otishninki uchun so'zlaymiz. Manda bo'vatdi, qarindoshlar manda bo'lib ketdi deb. Ekranning keyinda Salih Xudoyer apandimga o'xshash Amerika hukumati bilan cho'ng-cho'ng ishlarni qilayotganlar bor. Ular oyoqda hukumat bilan cho'ng dunyodagi cho'ng sahnlarda o'zlarining ishlarini qog'oz, qalam ishlarini qilayotganlar ayrim. Atugin Uyg'ur tayyor bo'ldingmi deyish uchunga, Uyg'urni tayyor qilish uchunga Uyg'ur uyg'onish kerak. Ayni vaqtida Urumchidagi Amerika konsulininki shunday jiq Ahmad apandimlarni, Abdukarim Abbasovlarni ashta chaqirib, "Men sening davlatdan men mustaqillik" desa, birisi Stalin bog'lanib qolgan, birisi Mao Zedong bog'lanib qolgan, shuning uchun qilamagan. Salih Xudoyerdek ballar Amerika hukumatida nima ishlarni qilayotganini, Quddusnikini ko'rgansa, sakartib alasini chiqardan podaqni. Mustaqillik quruq shuvar bo'lsa Chichangshamdiki Xitoy ajab avok Yerusalimdagi ajab Chichangshkitda Xitoy bosh konsuli, Xitoy bosh konsuli degan gap Xitoyning tashqi ishlarga mas'ul degan gap. Xitoyninki davlatiningki muhim apparatdagi organ avo, uni Twitterda etish, uni u yer Chichangsh degan sen haq Chichangsh oldingmi Xitoyni? Sen haq qaysi davoni qilding? Sen qaysi mustaqillik davosini qilib baqding? Ha? Nanjing qirg'inchiligidan paydo bo'lgan Xitoy, Nanjing qirg'inchiligidan Yaponiyadan zo'r to'lam texnika 2019-yilgacha olgan Xitoy, hatto Germaniya hukumatining yahudlarga to'lagan to'lamlardan cho'chib ketgan Xitoy. Bunda qarab, sanga o'xshash bir turkum milliy munofiqlarni turmalarda yetishtirib, tarbiyalab, yog'an milliarder qilib, binolarni tiklab berib, yog'alardan O'zbekistonga ushak material chiqargan qilib, qahramon qilib chiqarib, sen haq bizni Xitoy bir kunlar parchalanib ketganini bilsa, Xitoy bilib bo'lgan, Sovet parchalanib bo'lgandan keyin parchalanganini bilib, sanga o'xshashlarni tarbiyalab chiqarib etgan dangshovdan. Tushundingmi? Shuni pamiyalgan Xitoy bizni indigenaslar kategoriyasiga kirgizib qo'ydi. Shuning uchun yo'q, biz indigenes emas deb turib, 10 ming kishilik imzoni to'plab, biz qurultay bizning adimimiz, biz qurultay bizga vakillik qilmaydi. Biz indigenes emas, biz Uyg'ur xalqi, biz mustaqillik talab qilamiz, kishilik huquq, avtonomni talab qilmaymiz dedi. Shanganga bermagan Xitoy sana avtonomni, demokratiyani sana beramda? Xi Jinping beryaptanda, qaysi Xitoyga Xi Jinping demokratiyani beryapti? Qaysi Xitoyga berdi Xi Jinping? Sen agar kinda sen chiqqandan beri sen haqiqiy da'vo qilgan bo'lsang, sen haqiqiy chin yuragingdan da'vo qilsang, Sharq Turkistonda lager ochilmaydi. Ana shu chog'da Xitoy sana haqiqiy avtonomni beradi. Voy to'xta, malani og'zini jumayli deb sharoitlarni yaxshilab beradi, Uyg'urlarni birinchi o'ringa qo'yib xizmatga oladi, Uyg'urlarning ta'minotlarini yaxshi qilib beradi, Uyg'urlarni o'ltamatdi. Uyg'urlarga pasportlarini berib, chatallarga chiqarib, tijoratning yo'llarini ochib, pul topqizib, g'o'shsizlantirib o'tadi. Ammo Xitoy sen chiqib haqiqiy davoni qilmading, sen avtonom tiliding, kishilik huquq, hatto sen millatlararo ittifoqlikni talab qilding Yaponiyada. Xitoylar bilan milliy barobarlik, bizni kamsitmasa, ish o'rinlariga olsa, andaq-mandaq degan arzimas narsani talab qilding. Sana sening xotiningga bu narsani sening xotiningga kim berdi bu huquqni? Magap. Sening podog'ingni ko'tarib ketgan Alas Yelizayti Mirzayti menga telefonda 30 minut yolg'irgan. Nima uchun bugun bizning oldi qarshimizga chiqib Zumrat Tursini tillaydi? Nima uchun To'g'li Hamadni elediniga chiqib tillaydi? Menga yolg'irdi, o'zining ovozi bor. Ukam,
Sen qilmasanmamda mustaqillik davosini, nima deb shuni qilsa, hozir otning ustidagi birdan-bir jangchi sallab qolgan butun ahonat son kilovatni kirkita bo'ldi. Unda qilmag'ina fikam, nima ish qilsa, bo'lmas menmi sening oldinga chiqib qolganini qilib turma. Sana ba'zan gaplarni digini bo'lmaydi. Sen ovozimni olsa, Zumrat tursang avat etsa, lekin men seningmi oldinga chiqib qolganda qilib turma deb, islom mening oldimga chiqdi qarshimga. Mana hozirgacha meni tillaydi, menga töhmat qiladi. Men uningga uyini satamdi, yana biznesini qilamdim. 100 ming dollarlik sotdan chek keladi uningga. 100% qanday to'ltirganimni uningga xotinning chiqib qo'ngini satqizanda ayni vaqtda 150 dollarga turma kirib ketgancha xotini Xitoy lobiniga beribdi-ki, 150 dollarga. Bu mashta solamchi xotinni latino solab berib, "Ya, g'aladin ishlamaydigan internet shirkati Walmartda pakasida o'tirayotgan rasmlar va xotinninki." Jalab xotin go'y. Qarapaqa ashundaq ishning kuchiklarini ishiltsa. Lekin sen bizning mustaqillik irodamizni yandira olamsa, yandiranmaysa. Nimishga? Sen Uyg'urni qutqizayli deysa, qanday qutqizsa? Sening qanday nishoning bor Uyg'urni qutqizdigan? Avtonomni qilib bo'lmabdi. Kishilik huquqni qilib bo'lmabdi. Diniy erkinlikni qilib qilsa, ammo diniy erkinlik komissari sening kuyovg'ulan chiqib Uyg'urni terrorist deydi. Bumi bo'lmaydi ki. Unda bo'lsa avtonom bo'lmabdi, Rabiya Qodir. Kishilik huquq bo'lmabdi, diniy ishlar bo'lmabdi, millatlar barobarlik bo'lmabdi. Demak, sening tutgan yo'ling xato. Sen xato nishondamanding. Xato da'vodamanding. Shuningga sening qilgan ishlaringninki hammasi xato bo'lg'ashqa, bugungi kunlikda sen millatni, zaminni setayotgan bo'lg'ashqa, Uyg'urning qolgan kuni mushu. Sen meni andaq atishliq, mandaq atishliq u bu deb ketibsan. Ya men atishliq olamdim, qashqaylik olamdim, nima bo'lsin? Men bir g'uljilik, lekin bizning g'ulji taraflarda undaq iliqinda nimalar yo'q, aşağı ishlar yo'q. Men ashunda aşağı ishligan janobning yezdiki boy momaylan ko'rsam, ya ashular baqoy, eng suyimlik insonlar ashular. Bikaga yaz demay, qish demay etizdan qirib, bikaga ishlatiriga 70 yil oldu. Sana o'xshash mustaqillik da'vosi, echa qizning da'vosi degashga ala dadin tatib ketadi. Biz yo'q mustaqillik degashga 5 yil bo'lsin Manas daryosida ittifoqlarning avlodlari bo'lg'ashqa, bizning ili rayonda, shimol rayonda aşağı yo'q. Asli menda gaplarni deyish bo'lmaydi. Sen bu ishni menga deyishga majbur qilinding. Ililiklar Sharq Turkistonga madaniyatga kirgan. Bopmu Özbekler, Tatarlar, balish pishirish, kostyum birilki kiyish, uylarga gilam esish, radio qo'yish deganlar. Sening o qo'shnilaring Pokiston, Afg'onlardan nima madaniyat kirdi go'y, ko'ryapmiz. Maynachilikdan boshqa 70-yil bo'lsak, o'g'zingning ustiga chichidigan bo'ylarsan, o'zingning beshing o'zing chichidigan. Sen texmini anda g'uljilik, manda g'uljilik deb ketibsan. Faxrlanay go'y, sening chichiyotgan poqongni tozalayapmiz biz. Numussiz, vicdansız go'y. Sen davadagi salohiyatingni et. Sening salohiyating nima? Davadagi salohiyatingni sen ko'rsatgandan keyin, sen naning rais bo'lgan, sen nadi ishlagan. Uningdan keyin sen qo'pib, sen qaysi tashkilotning, qaysi organninki adami bo'lgan, sen butun nasrini chiqargandan keyin, sening Rabiya Qodir xotining baş tölemey, xalqdan yig'ib, iyoniga baş tölemaydi. Qanchalik pul yig'di, uning hisobini chiqarsa. Xalqdan yiqqan, butunlay xalqdan yiqqan Uyg'ur uy olgan Uyg'urning xatchaklarini nech pulga setib olding, nechiga sotmoqchi bo'lsa, uning hisobini chiqarsa. Avstraliyalik qarindoshlarningki qanchasining uyidan sen qanchalik ap ketgan 120 ming dollar yiqqan odamlarningki qanchasiningki sen nimasini yig'ding, qanchasiningki uydagilarni chiqarib beralding, qolgan pullar nega ketdi, hammani chiqarsa. Sen chiqarib cho'qim javob bersan, sen javob bermasang bo'lmaydi. Sening xotining Rabiya Qodir cho'qim chiqib javob berar. Sen meni o izzatni ochiqib, Ablazni ochiqib, Adil Chinarni ochiqib, nima to'hmatlarni da, nima batnomlarni chapla, men butun qon tashirtgan, suydik tashirtgan, salomatlik tashirtgan, chakkanmi, chakmaganmi butun qog'ozlarimni men Amerikaga borgan chaqda, shu chaqda
Amerika'nın asmindeki Uygurlarning üstündeki bulutni qor qaplaydi desam sen ishon. Ishondingmi? Shu chaqda oldimga xili-xilisi chiqdi. Eliqi shoiralaring kelib baxtga nima qila oldi? Asli kelib shu ayollarning kishilik huquq bo'yicha yig'lab shuqliq qilvasi, yetibasi xili bir natijalarga erishaladi. Hech nimaga erishamay ketdi shoira. Shoira davoldi ketdi. Mening uning Bejondagi tirnoq yasagan eliqi Xitoy eliqi birinchi saqchi eridan qanday ajralib chiqqan u maynachiliklarni so'zlaydiganmiz-mi? Qusvetislar, qarindoshlar, qusvetislar. Bu shoirlaringlarning bu Madinaning tarixi. Men uni davrib uni qahramonga aylantirgim yo'q. Tushundinglarmi? Mashunda. Sen mushularniki sening tillamagan kim qoldi seninki? Ha? Sen tillamagan kim qoldi? Sen hammasini tillading. Sening ayoling o'zing sabdoshlarini setavatdi, vatanini setavatdi, mustaqillikni setavatdi, hatto indigenes qilavatdi. Shu chaqda Rabiya Qodir indigenes qilgan chaqda Olim Suytov, Abbos ailasi, Umar Qanot, Rabiya Qodir 4 million munofiq $5,000 ga tarjimonlik ishlari uchun $50,000 shu projekt pul olibdi. Şu $50,000 nega ishlatding? Chiqira hisobini. $50,000 şu indigenes qilganlik uchun chiqira. Har yili indigenes projektga yig'inga Dolqinaysa qatnashishlikka nega purdi o pullarni? Sharqi Janubiy Osiyodan Dongnaya tarafdan yig'ayotgan pullar nega ketadi? Islom birligidan yig'ayotgan pullar nega ketadi? Uyg'ur xalqidan yig'ayotgan pullar nega ketadi? Chiqira. Javob beraman. Men hozir Dolqinaysaniki kirgim yo'q, u moyoq tutib tursin. Men unikini Germaniyaga berib, Germaniya saqchilari bilan ayrim gaplashishim. İzzat Mirzat, sen qulog'ingni dang tutib angla. Dolqin akam 20-yilda Shvetsiyaga bordik-ku. Sen oldiga bor, gaplash, o bu depsa. Sen-chu qara. Eliqi tog'dan tushgan o'mak yo'lvasiga qara. Eliqi, o men degan Dolqinaysani berib, undaq qilib etma, so'rayma, bir oy Washingtonda namoyish qilib, ashning uchun qilmaydigan odam berib, nima ish bo'ldi? Po'qib kelding, po'q shuningdan keyin po'doq degan laqam senga singib ketdi. Men sen emas. Men Dolqinaysa bilan qonuniy organni gaplashiman. Dolqinaysa degan bir tashkilotningki raisi, men degan odatdagi bir puxra. Mening chiqman degan o'qituvchi. Mening chiqib qaqshaydigan, deydigan mening har qanday yo'lim bor. Bu g'arbning qonuniyatiga tamoman uyg'un keladi. Agar Dolqinaysa mushu qitim kelgan chaqda Dilshod Rashid bilan billa sotqa bermaydigan bo'lsa, demek, bularninki bir poqova degan gap. Mening da'vatqonlarim 100% to'g'ri. Sen dunyo Uyg'ur qurildi degankin tutib-olibdimi? Ani qipdimi, mani qipdimi deysa tutib-olganim rost. Sana nimani chiqarib berma? Sen kim? Sen qaysi tashkilotning a'zosi? Sen qaysi tashkilotning podiqi? Ey, o'zingning shu kundan boshlab bo'yningga bir sirtmoq silingan bir ish etsan. Xo'jayining chiqdi, $50 tillaydiganga berma. $70 tuğluq sen tillasa, ma seni tillaganga berme. Dep sen aşında pulga ishlayotgan, Umar Qanotdan oylik elib ishlayotgan, o'zingcha sen ani yezib, mani yezib, sakirtib, buning qo'ldagi nimnasi bor deb pamlapaqayli degan vazifa tushib chiqib qopsanda. Dolqin akang oldimga chiqsin. Qonun jihatdanmi? Ko'rdik. Seni ko'rdik, naq maydon berib, unda qilib etma. Va manda qilib etma. Assalomu alaykum qarindoshlar, mer mayjalavatma. Jalab xotunning valisi mayni kim jalab berdi sana? Ha? Yana barsa, men kirkitib borma. Kirkitib nima ish bo'ldi? Mavdul qum bilan alas tulum ko'rishdiligi. Junglan qayda Mavzuddin bilan iliq ko'rishgandek, chashlaring degan maynat, mayli ushbeshang degan vayron holatda. Sidiqaji, xotunning pulni xashliganlarni iyice qiz deymiz. Tushundingmi? Sen nece kız? Rabiya Xonning pulni xashlayotgan 50 yildan beri Rabiya Qodirning pulni xashlayotgan sen nece kız? Mirzat nece kız? Xotinning pulni xashlayotgan appas kiydi, appamiz kiymaydi, basi yeydi. Eliqi gapidan bag'u bu oshxona bilan nimda qimmat. Xotin pulni to'lagan-da tamoqninki so'rsam $100. Osh gaplarni davatsa topda. Nomussiz go'y, vijdonsiz, aqlsiz poqaydigan go'y.
xotinim hisobat qilib aytganda so'rasam nechapda tamoq deganning puli deganni o'g'aval to'laymiz latqasqasku akang qarg'ay o'ynadi gap bormi Yevropada akang amra qanday qilsa mant o'ynaydi o'qildi bu qildi deb kelsa akangninki degan Kenshan qarg'aylardek turdi qanday qilsa akang qiqas o'ynaydi qanday qilsa gap bormi o'ynayman ap berib turib degan narsani qilib berib turib o'ynayman pasportim bor pulim bor ucha olayman salomatligim yaxshi o'ynay olayman qanday qilsa sen o'zingning xotinni o'ngshab qilolmaydigan tursang qiz doğru yap topgan bolalarang İlala tününün tegidi ömüləvatqan, ilə Xitay lobunun tegidi ömüləvatqan. Qayaqtın pulkəsi boldu, apanga Xitay, Nyu-Yorkdaki Xitayның bomolığını qıpşügən. Akan qarağay oynaydı bir qanday qılış, bununki yana oynaydı. Anda kesel, manda kesel dep kepse. Çırayımızga paqırap ketiglik ha bizninki. Kesel adamlarni kimni dep sen rasmlarni chiqarib, ana buni qilib baqmiding. Berib bax xotiningni tashvitib baq. Simiga adam qamida va maton qilib bo'ldi xotiningni. Sidg'aji chiqsang, echa qiz ko'ch ala xotinning valisi galdi-gulding chiqmay, tuzak chiq oldimga anangni sikay. Tushundingmi? Ma hisobotni bersa xalqninki. Bermaydigan bo'lsam, qumanga qo'lab chiqitma jalobning valisi. Tushundingmi? Rabiya Qodirga leylun dozaq haromdan bo'lgan jalob. Tushundingmi? Xalqning hisobotini bersa qon to'kilyapti vatanda. Tushundingmi? Sen qaysi salatlan so'zlayapsan sen? Oldiga chiqib, titrab ketibsa, ovozlaring, "Eji qizning da'vosi mustaqillik" deganda qo'yib, keyindan akan qarg'aydan boshqa hech kim qilib baqma. Sen to'la ma'nosidan taqtuq bo'lib, galdi-gulding bo'lib, meningda qochma deyman. Seningdan mash hisobotni og'inimiz og'in. Sen berisa, sening hisobot so'raydigan nima haqqing bor demsa, sen shu indigenis kirgizib yetib, mening opam dadam lagerda tarbiyalanyapti, yabay odamlar qatorida. Men seningda hisobot so'rayman. Rabiya Qodir, sen deb ketibsa, va mushunda bu o'yninglarni to'xtatinglar, sizlar Xitoyning odami istixborotning biladi. Istixborotning biladi. Amerikaning istixborotining biladi. Amerikaningki istixborotiniki butun hammani biladi. Nimish qonda sen hozirgacha siyosiy panohlik tilab pasport ololmading? Nimishki boshqalar olib ketdi? Nimishki sen hozirgacha Amerikaning garajlarini bo'lolmading? Seni Cumhuriyetçiler Partiyasi Sharqiy Turkistonning millat mustaqillik uchun açık oynaytamizmikin de sen jalap Xitaylarning arasida jalap xotin ballalaringni jalap Nuri Tulka azlak haramdan bo'lgan ishning kuchki yetimxondan beqib elangan Abdat Abdurishning asrandis tukini gitar chaqizib Xitaylarning arasida o'zang git usul o'ynab oyoqlaringni siletib oy deb rasvo olmay nima sen? Amerika kelgan bechor ojiz ayollarni qaqishib anang bilan yeting, manang bilan yeting deb salomchilik qilib bergan sen bo'lmaymanmi? Men da'vo qilib baqdimmi? Men Uyg'urning ma'naviy onasi deb oldiga chiqib oldimmi? Men Uyg'urdan pul yig'dimmi? Xitoy Donaya orqali chiqarib bergan Uyg'urlarni Tailandga men so'ltib etdimmi? Aşağıdan pul olib berma deb men oldimmi? Setim Turk balang oldimmi? Men oldimmi? Suriyaga odamni men avatdimmi? Dünya Uyghur Qurultayınınki tarmaqdiki barib bulamdı, ölüm ala bulamdı, zaduşlarda arlanmaydı Allah. Men aşlarning arasida ishlab mollalik qilib baqdimmi, men imomlik qilib baqdimmi? Indigenous people'ni men qilib etdimmi? Avtonomni 62 bat torbatninkida men tiladimmi, sen tilamay? Mening sendan hisob oladigan, seni tillaydigan nima deb haqqim yo'q. Yelizayte, Mirzayte, men sana day. 20-yilda Dolqin akan keladigan, Dolqin akanga da. Dolqin aka, men sizning podog'ingizni ko'tarib, ishki muskullarim yerib qoldi, men sizlarnikini ko'tarib. Ash tug'liq Hamid maydisik bak urib ketbardi. Nima deb oshbalni sotqa tatmaysizlar? Nima deb shu balni qonuniy organlarga bermaysizlar? Sizlarning rost to'qinglar bormi, yo'qmi? Voy, uning oldida-ku sening ularni tillab qilib ketgan rasvochiliging. Mening Dolqin Aysolar askapni qilsam bir mo'challik yoki undaq mening foyda ziyon ishim yo'q. Men Dolqin Aysoninki uni ishlarga aralashmaydim. Meni nima dedi desanglar? Dolqinka, menga Shvetsiyada inimiz telefon qilibdi deb, Refiyaninki shu programmasida bor, uni biz tushirib oldik, sen qancha yuvayotgan odam. Dolqinka, mushta ota-onamning Xitoy hukumati chiqarib beradi, sizni qurultayni tillab olay degandi endi. Dolqin Ayso, meningda san qachon shuna telefon kirdi? Sening qurultayning ichida nachar odamlar bo'lsa, ularni tozlamaysan, nima deb menga to'kmat qilsa deb shuningga men Dolqin Ayso bilan tilidim. Dolqin Ayso ayni vaqtda mening ko'chmanlarimning ishlarini qilgan.
O qiladi. Dilshod Rashidmi qilgan, Robiya Qodirmi qilgan? Men tinib olmayman, chunki ularning qilgan gaplari, bayonotnomalari turbatlarda turibdi. Bular chiqib mening yuzimga etishdan burun men deb beray. Ammo bular dedim pul oladi, u yerdan pul oldi, bu yerda xalqning ishini qilamiz, yoki xalqnikini qilish kerak. Shu chaqda qildi. Tamam, o ketdi. Lekin hozir vaziyat o'zgardi. Shuning uchun biz ekran oldiga chiqib, xalq bizga o'shib ketsimi, xalq bizga yomon bo'lib ketsimi, biz nima uchun shunchalik og'zimizni buzib, shunchalik tillab, shunchalik qaqshab qilib ketamiz? Bir payt kelyotdi. Uni Amerikada soliq xudoyorlar va boshqa mustaqillikni xohlaydigan tashkilot qurganlar, tashkilotchilar qilyotdi. Biz chiqib, Uyg'ur xalq sen tayyormi deyishga, "Va biz tayyor." deydiganga biz xalqni chiqib, jinim xalq, mana ichida manda bo'lib ketib bordi. Ma Uyg'uninglar deb qiladigan. Seytum Turkni texi Uyg'urlarning beshiga Amerika hukumati chaqirganmi? Voy, talay degan Sovet vaqtida talay ketgan 80-yilning qiqas avtomat ko'tarilgan Uyg'urning bolalari degan Qozog'istonda, Bishkekda, Qirg'izistonda, O'zbekistonda to'lib yetibdi. Tushundingmi? O Seytum Turk akirmisimi Uyg'urga vatanninki davosiga. Seytum Turkning xotini Anchantovning, Beyintovning ishlari taz yaxshi xotiri shirkatlarning ayt yaxshi. Parijda jig'ini chiqdi, o qamlashma deyish 2018. Hamda Amerikaga tijoratning ishlari bilan sotlarning ishlari bilan berib, uni poxni o'sir xudo yapma deb, endi jig'inni hayat To'g'liq Abdurazzoq yo bachlar bilan 2018da qo'yganini yana o'ynatib. Döt ko'rishamsa va malta taqla odamni, og'zimni buzuytay. Döt ko'rishamsa, kiming nahmaq qilsa? Kiming nahmaq qilsa? Kiming nahmaq qilsa? Senga tushib qolgan kichik balvarma bu yerda. Sen tüzük Amerika'daki apta poda laziz ma sıdıqacım kalıdım pütüleyle gittim o ya bu yağan saran boyulup o temadan kaçmakçı mı? Sakın çıka sakın çıkaylık Semer Şuci degenen çıka. Sen Şuci koymuşların keyin durup Dolqunay sanın kızını ekep bergen. Sen oyuncusan koy. Meğer iki Şuci vardı Avrupa'da Dilshod Rashid Şuci. Eğer sen Şuci degen en yamını şuğu. Sen çıka aldımga, sen çıkamsa ya qaysan çıksa bulan söz etme. Bu sak adam çıka bizden aldığımızga sak. Bunda bir kallamның bir tal vintisi joyida degan bir san çıka. Birden deyse mustaqillik davası, Ece kızın davası da koyup akan qarg'aydan boshqa hech kim qilmagan deyse. Yani birden deyse Robiya Qodir qaysi vatanni setibetdi sening vataning bormi deyse. Uyg'ur qaysi qirg'inchilik uchrabdi kosmini voqeasini bilamsa deydi. Ya qarindoshlar, sadig'an ketay. Ya bizni qirmadimi madaniyat inqilobida bir qirdi. Ya bizni vaqo Xitoy Zozongdan kirgandan boshlab qirgan. Zozongdan Yuanshikayning odamlari kirgandan boshlab qirishga boshlagan. Manjuch kiyimlarni kiyindirib, tarixlar qarsanglar. Manjuch kiyimlarni kiyindirib, ani qilib, mani qilib, ishkirlarga shu Sayriq Uyg'urlar degan ayni vaqtda shu vatandan o'tib ketilgan Uyg'urlar, uni dabkayga tarixlarini burmulab, uni boshqa bizlarni qilib ketadi ekan. O ayat tuğa Uyg'urlar o'qigan bu o'qigan deb. Aş vaqtidan tashlab ba. Xitoy davlat qurilganda Gomindanmi qirdi? O'xshash. Gomindanmi vakillar chiqirdi. Gongsandanmi qirdi. Amsan qopab kosmonovat qanday o'tish kerak hamdi? Butun vatandagilarni hammasi qilib ketib chetaldiklar qilish kerakmi sening cho'g'an chog'da? Nimancha Uyg'urga o'sh qilsa, Uyg'urda nima uchun va seningki? Nima deb yurt masalasini chiqirsam, ha obiyam dedim, ha dayma ochig'im kelgandikin. Vaq janubliklar, qashqaliklar, xotaliklar ochig'in kelishgan bo'lsa, gap qilishmamsa, so'lam chiqariqa. Yurtni aralashtirmay gap qilmamsa, kichik navrangdek bola bilan deb, menga degicha yurtninkini aralashtirmay, hay degicha. Chiqib aningni deyishmamsa, sen kimga vakolatdan gap qilyapsa, sen o'zingga vakolatdan gap qil, o yurtni aralashtirma unda deb. Ba kichkinga ochiq o'tib ketgan bo'lsa, şu, Sıdıqacı seninki davadiki salaytın nimo? Sen Dünya Uyghur Qurultayının senin xotunun reis bo'lgan chaqlarda, Amerika Uyg'ur birlashmasiga reis bo'lgan chaqki salaytın nimo? Sen salaytınni de, onundan keyin sen biz senin ustingdan chiqib yana savol so'roqni qo'yamiz. Avstraliyaga $125,000 qancha Uyg'ur qarindishimizning uyliklarini chiqarib bera oldim. Uyg'urninki nomida saxovat puli deb turib chiqqan pulga bosh to'lagan olmaydi. Qanchalik pul yig'ding?
qanchalik pulni Amerika hukumatiga boj to'lading? Uyg'ur uyiga qanchalik pul yig'ildi, qancha pulga setib olding qog'ozlari? Ham Amerika hukumatiga qanchalik shu uy to'g'riliq boj to'lading? Bu. Onundan keyin Uyg'urlarni indigenous people qilib aytgan chaqda $50,000 projekt uchun bergan. Uni nega qashilding? Yilda qancha qitim pul olsa shu projekt uchun? Nima uchun do'lqinaysa shu kategoriyaga kirib so'zlaydi janvada indigenous people deganni oldiga qo'yib turib. U pullar nega ketyapti? Hammasiga yilonning beshi sen. Sen bu şu balllarını sen ana deb senin kayningdan mangan bo'lganki, sen balllarını tarbiyalab, yağalardan jidal qilgan bo'lib, zaman o'zgarganlikka do'lqinaysanmida, chiqirib qo'yganmida, amaliyotda hamming bir. Nima ishga desang, uy kun sidiq hoji maqtudg'u qurultayni. Uning oldida voy yağalardan tillab degan, voy oqtaqliq, qartaqliq bo'lib ketgan bo'lib, Uyg'ur jamoatchiligini parakanda qilishgan sen. Sening oilang. Seydim Türk falan chiqdi $2,000 bilan xonimni mushundaq nima qilibdi? İşte pensiyaga chiqiribdi. Voy bundaq adolatli bo'lamdi, adolatsiz bo'lam deb. O'lab qolmay yashab yetibsan qo'y. Xotin ishkin ishlamay naning pulga yashayapsa. Naning pulga to'kning pulini to'layapsa. Naning pulga Uyg'ur ashqallar kirib bemalol tamoq yeyapsa. Naning pullarga uchib yeb-yelak beryapsa. Naning pulga yo'g'on nadan qilyapsa. O'rta Osiyoda kelib o'ltirib etilgan bolalarning pullarini nakatdi. Sen obdan bilasan. Ama hozirgi chiqayotgan pullar nada? Ya O'rta Osiyolik qarindoshlar unchilik to'tlik qilmanglar. Unchilik qilmanglar. Sizlar bizg'o Xitoyning ma avtonomda yashab durak ko'p ketdikmi deylar. Vatan tuyg'usi, millat tuyg'usi, davlatchilik yo'q. Avtonom Xitoyning chilima deb shulam ishchiyamonlik, hasadxo'rlik, ko'ranmaslik, bizning ko'lar Xitoyninkini biz yo'qtirib oldik. Bu O'rta Osiyolik qarindoshlar sizlarning o'sanglar biza panetkanlar bormi? O'risning xil bir madaniyatligirak, o'ris kommunist o'sma Xitoy qirg'ancha farqi bor. Ashdan qo'lida yashidinglar. Savol qo'yishni o'rganinglar. Chimkentda, Uyg'ur rayonida, Qozog'istonda nurg'unlagan namratyalar bor. Ashularga beringlar. Nima deb bu xudini berisizlar? Nima deb bu xudini boqisizlar? Atugin vatan davosi bo'ladigan chaqda, kurash bo'ladigan chaqda, ashu pullar kerak bo'ldi, chegirlar ichilgan chaqda. Chegirdash davlat, chegirdash yarati bo'ldi jang bo'lsa. Herkes Yevropada olmaydi. Nima deb Ahmad Kotkot doim janubni olaylik, shimolni berib o'taylik, Xitoyga oyoqda 7 yil olsun, mavsun deb yana Xitoydan kuchlanish uchun liq boyliq to'shib tatqaylarni berib o'timiz deydi. Nima uchun Ahmad Kotkot kashkicha o'tirib, meni Shvetsiyada bir Xitoyning bo'ynini kesib parlamentning oldiga qil deb terrorlik harakatlariga qildi. Ahmad Kotkot Dunyo Uyg'ur qurultiyining a'zosi. Dünya Uyg'ur qurultiyi unda olsa Uyg'urlarni nima degan gap bo'lamsa? Nima deb Diniy ishlar komissari Bilal Ibrohim Turkistonini terror deydi? Ham nima deb andaq yozdi? Sizlar o'ylab beqinglar. Bizningki chegirdash davlatlarga qo'shni qarindosh millatlardan boshqa yerda bizga sharoit yo'q. Bupmi Suriyada? Rabixon Suriyaga odamni mahvat etmagandimi? Sizlar obdan bilasizlar-ku? İdrismi obdan biladi, Roshan Abbasning inisimi Raurus. Uni Ablekim İdrisninki inisiningki. Sizlar bilisizlar qurultaydikilar. Xitoyga ishlaydiganlar sizlar. Xitoy deganga Taylandga chiqarib berdi, pas chiqarib pasportlamayib Turkiyaga chiqarib berdi. Turkiyadagilar soldinglar, Yevropadagi tashkilotlarniki soldi. Başqa adam sanmidi uni. Hatta Nabija ala 2014 mening uyimga kirmiz deb Abdukerim degan bola mening uyimga kirgan chog'da hozir Suriyaga ketib o'lgan. Menga ashchaqda shu tugab ketgan rahmat mishalki Ilhom deb bir akamiz o'tdi. Kash-kashda tabliq qiladi. Shu sizlarning o'zinglar bilisizlar bu ishlarni. Sizlar pul sanagan odam sizlar. Qanaqaqa Nabija ala degan voy to'liqni joylayma, sog'liqni joylayma, Zumrat Tursunni joylayma. Voy sen qarshi chiqsam o'ldirma, chopima, tilingni kesib olsa sotqa berma. Ya sotqa bermiding. Ya sotni oshmiding. Ya tuhmatni to'xtatib. Ya balam, men o'qimagan ayol. Meni mala o'ynab ketibdi. Men xato qildim, to'g'ri men yozdim. Men mushtoqlardan mushlarimiz birlashib olib meni mushtoq qilgandi. Men bilmabdiman, men qildim shunda. Deb ya ma jinoyatni ustingga olisa. Elib, tövbe qilib, Uyg'urninki orasidagi jidalni to'xtatib, qo'ng'og'ini qisib o'tirsa, butun hisobotni bersa. Inglizcha to'xtam yozsa, imzo atsa, mushta bo'lganda
Dünya Uyghur Qurultayının içindeki barlıq cinayetlerini, bütün açlığın içindeki meynetçiklerini sen bilirse, sen paş kalırsa, tamğanını urisa, Amerika hükümetiga verirse. Bo'lmasa, bu hisobat sen bilan to'xtab qolmaydi. Sen o'lgan kuning arxotdan chiqqan, tavba qilmaydigan bo'lsang, shunday qilmaydigan bo'lsang, men parlamentning oldida sama o'ynayman, qizlar bor, tabriklab. Ay gum chip degan, ay yer degani ching desa, ichimdan qo'shal qilib, Shvetsiyaga mashrab qilib bermasa, ayol chiqqan o'yladigan bo'lsam. Haftada chiqib bo'lmasa, bir oyda bir chiqib tillayman. Hisobotni cho'qim berasan. Çoxum İngilizce, Xitaycha, Uyg'urchada 3 bayonotni e'lon qilib, qo'lingni etib jinoyatingni sen Uyg'ur xalqininki gadininga olasan. Sen olmasang bo'lmaydi. Jahonda o'zgarish bo'lyapti. Uyg'ur qarindoshlar taxt turishimiz kerak. Ayni vaqtida Abdulkerim Abbosiyevda Xitoy parastlar, Ahmadjon Qosimda kommunistlar, va yoki boshqalar, masalan Ahmadjon Qosim aldangan bo'lsin. Shundaqlar bir mundaq liklikkan bo'lib qolg'ashqa Uyg'ur xalqining ichida ching turadigan odamlar bo'lmag'achqa vatanimiz qo'limizdan ketib qolgan. Hozirmi shu sharoit? Nimishki mustaqillik da'vosi, iji qizning da'vosi edi. Nimishki quzat altaylar chiqib Uyg'urning hissiyatini do'ng'aytib o'ynamayli. Voy nimang vatdi seningki, appangning birimiz va jilabdan olsa. Tatay appangninki, gongsandan jongnan xaynanchida rayib butxanning aqisiga bir do'ng'aytib toz o'ynatib appangning og'ziga qo'nga. Köt! Uyg'urning nimisvati deysan va anangizga mustaqillik irodasi va Uyg'urning davlati va olimiz ani. Tushundingmi? Sarang palapatash jalobdan olasi. Bu Amerikadagilik elas. Obda angla. Solamchi. Mening ismimni ya biznlarimni chiqib do'yon o'ynab qilsa do'yon o'yindim, do'yinim taqavatdi, otanam egi chiqqandan beri qolgan da'vochilarniki Burhan shahidimi? Burhan shahid emas, Burhan degan bir metroga toshmaydigan bir solamchi va Uyg'urlarning qirg'inchiligini dunyo Uyg'ur deb e'tirof qilgan. Appaqning dunyo Uyg'ur deb e'tirof qilamdi. Metroga toshmaydigan go'y, bo'yoningmi kam seninki? Aqlimi toshmagan go'y. Ashlarnikini yipatmidi, qolgan har da'vochilar o'ynayotdi. Quzatning apalarini tatib, quzatning kileriga Samatning qizidan tatib, "Mama" des, "Mama" deb degan bolamma Faruq Altaylarning hammasi o'ynayotdi. Men o'ynasam nim bo'pti? Chiqaz do'y o'ynasam nim bo'pti? Qonga taqashdimi do'yinim? Uf, do'yilaring taqaytdi, kamyoylar finsildiringni men bersan bo'pti deb. Shig'lab qilgan kim o menga? Shu otanamga chiqqandan beri do'yin taqavatdi, uning oldida o'yindim. Burun yürüptü menkenme bu hazır oygandım. Sen nime de bundan olsa? Bana yalursan sen. Sen nime de bana yalurup? O fıkam, kımıgına buldu, kirketkine. O zümretli ayalının keyin jüme fıkam. Bu tügümeydiğen cidal, ben bu müşte cidaldan karşı yüzüdüm. O ayalgım eylik. Adılçılarının ki pasportlarının bir nesini ben teminlep egendim. Aylık şaparağınınki seriq videolarını ben körpaqay əvətinə ədə desəm ben. Səndə solamçıq bir nəs beramda ya, senin işçində bir nəs yatmasa ya. Üzəğinin xotunun yatqınını üzəğ mağı dəvətkən tutsanlar tünövdən. İşilsən olmamda nimanda xotunun qılsa desəm. Ben müştə kəmmigən nimeden qaytıb, fəsdən qaytıb kəmmigən. Bu dəb özəng sözləb, özəng alıcıb sən. Bugün aqağını məzlək digən nimi tutsan sən. Qoy. Aşağıda demedin mi bana? O Zümrət Ruslan'a akılmanma fıkan bu cidal tükünmeydi. Ulanımı bir gün təşkil etdi, kəyin tutudik ya. Ben anladım. O kımma fıkan. O sen dege hazır atının üstü ketip atkan bir tane çavandız qarap baqa, hiç kim kımmaydı, səlli çıkıp apsa, seni tıllap getdi, xaqla tıllaydı, səlli anlaysa o bu. Degen çağır, ya aka sen mi kımmisan, ben mi kımmisan, onda o kim kıldı bunu sen? O senin neymiş ya, sen bunda dəvəsən, ben senden bir gün aldığında çıkıp kalıma karşınğa. Dege avazların inlik ba. Çıkır hadi sana çıkarıp verme. Çıkır hadi sana çıkarıp verme sana. Senin degen hiç kanana sana koymagan, çandın mı? Köt koy. Lamızende. Meşinde gepler, qeyrindaşlar, uygununlar. Oyganmısanlar bulmaydı. O dolqun esa canvanı aldırıp paliyat qıptı. Onu kişilik hukuk biznemesininki başlığı qılınlar degeçke qıldı. Pulni elevatqa adam. Manda gepçi qeyrindaşlar, bir adam bir iş qısa bak çoğun bilip ketmanglar. Bak çoğun bilip ketmanglar. O qanda desanglar, Avropada mesela sosyal deyilgan bir idara boladı. Avropada yen kelgan chaqda adamlarga qaraydi ko'chmanlarga. Pul berdi. Pul berib, maktabga 8 soat borasiz, maktabga borgan chaqda 8 soatni yezib qo'ydi.
Masalan, tug'liq xamis 8 soat qatnashdi deb. Agar 1 soat qatnashammasangiz, pulingizdan 100 so'm yoki 200 so'mni kesib etadi. Ayaga borasa, amgaq qilsa, miyaga borasa deydi. Bularning ilovatqinmi naq ideyani shunda aniq qilsa, mani qilsa, andaq-mundaq deb shu projektlarni qilib, uni ko'stib, uni buni qilib, shunaq pul oladi. Bularning majburiyati o bir cho'ng bilib ketmanglar. Bag'an janva emas, men bag'an chedir politiga. O kunduzi baradi, kechdi ichishib, milishib, tiqishib, bo'lib ketadi ashning ichida. Va deb qarat yuring qaytishat resh deganlar shu Allohga shak keltirib chaqchaqlarni qilishib, men turpoqqa men kirganman janvagim bag'an. O kunduzi ana oldiga berishdim burun Şinjan degan Şinjanchimi deb qo'yib turib deydiganni deb pishirib olib ataqning ichida atis nima qilganini qilib yog'onchilik hammasi. Ota-onalarning rasmini ko'tarib bag'an bo'lsanglar mayli. O qurultayni qo'llasanglarmi, indijini so'p ketsanglarmi mayli. Lekin vatanning ichidagilar majbur emgak bilan janub taraflarda 70-80 yil bo'ldi yoshlar ezilib ishlayotgan. Hey, sen yesanglar, sen davlat uchib o'ynasanglar, sen parabolik yashsanglar bo'ldimi? Men qolganlar bilan ishing yo'qmi xalqning ichida ko'yayotganlar bilan? U o'nchilik ishni qiladi hamda, unimi qilmasam de. Nima qiladi hamsa? Men o'tganda deganlikdek, unda chatalik butun Uyg'urlar petition to'plab Xi Jinpingga xat yozib, petition to'plab, "Mavo yag'anka qara, bu sen bizni bana qilib o'tirib ketib borsa, bo'ldi, bizmi Xitoyli bo'lib ketayli, ishni ichibat, ota-onamizni qo'yib Buni kirib ketish kerak. Yag'an ishni qilmaslik kerak. Yag'an bu bo'lmagan ish bu. Men yerda uni qilib biz qancha yag'an ish qilgan sari xalqni talafat besib ketib bordi. Xalqni qilib ketib bordi. Bizni ishnim qilinmaydi, chet elda qarindoshlar, bizni ishnim qilinmaydi. Voy, men ham ota-onamni qilgan bo'lsa 60 bilan 1 yilda kirib ketganda 67 bo'lib ketdi. Bo'ldigan ish bo'ldi. Kassa ana ashning ichida alhamdulillah shahidga deymiz. Unimi Xudoyim baga odamga beradi. Ketmay qol chiqsa yana boshqa. Lekin qarindoshlar, hadis sing'illaringlarningki yangi tug'ilgan buvoqlar bor. Ashlar tushiblam imonsiz bo'lib ketsa, ashlar tushiblam Uyg'ur tilidan ayrilib ketsa, madaniyatdan ayrilib ketsa, ashlar tushiblam ash qo'saqdan tushiblam aytgan Xitoy bo'lib ketsa, buning jazosini u dunyoda biz beramiz qarindoshlar. Deydiganda ishlarmi? O ala ayaga chiqib anda qilmiz degan qilamiding. Shuning biz amalsiz qilib ketdik. Biz zolimning tapinmasini mejilib ketdik. Xudoyim biz ishkan bo'lsak, biz haramni ishib ketgan bo'lsak, bizning avlodlarimiz shuni qilib qo'ydi deb bizga aytganda, bizmi xuddi shu ava setilib ketgan Abdukerim Abbosovlarning alam balan tilganak yana bir avlodlar chiqib tillaydi. O'yg'onaylik qarindoshlar, u yerda bir to'plashib o bir resimni oldida kishilik huquqninkini, emgakninkini qildik degan bilan o'tganda, iliqini ichivatlik erkin akramlarninki, iliq kimlarninki ashada qatnashib shirkatlarga pul tap berganninki, umi ichilib ketdi. Men rost uni bilmaydim-ki, men uning isbotlari uchun kimdimi baka shu Nijat Turg'unbosh to'g'riliq guvohlik berdi shunday ish bor deb. Shunday ishlar baka qarindoshlar, o'zimizning millatini boshqa shirkatlar qirib olsa, to'q tutish yo'q. Shirkatlarga moslashib, qandoq yana ashning ichidan pul tepib, yana ashunda onun aya qarsanglar ayada Birlashgan Davlatlar Byurosidan o'pish tushib oldigan rasmga bir qatta oyliq Roshan Abbas. Roshan Abbasnikiga ayrim kirma, Roshan Abbasning bu almini sho'rab turib, yap Abdikimni qanday keltirgan, ne narsalar va mehnatchilik. Uchtal qo'lini tiqib is qaytib, Abdikimni chaqirib, Londonga chaqirib olgan, Pragga olib, Rabiya qadar solab berib, pevini ishkizib, ikkisini yataqqa tiqib, haqni uyini buzib, ya qimmagan ishing qilmagan ya haramdan bo'lganlar, ya qimmagan ishing qilmagan, mushunchilik darajada ya chet eldagi xalqning oilasiga aramchilik qilmasan, ya vatandagilarga aramchilik qilmasan, ya jin shayton sen go'ylab-ku. Numussiz go'ylar. Siddiqaji Masanday Birincisi senin davarlık salaytın nima? Sen şununla çıkıp yakın. İkincisi ayalın Dünya Uygur Kurultayı'nın reis bu atqa vaxtıda yoki şu Amerika Uygur Birleşmesi'nde reis bu atqa vaxtıda senin şu çarık salaytın nima de? Hazırkı davarlık salaytın nima? Hemmesin deyse. Çıkıp cevap verirse öykün gerek asırap kapsa diyen terikip diyen şu menecer kız dep ketipse. Hiç kız diyen sen bulmamsa kötü. 50 yıl xotunning pulini qashlik adam bir ketman chep baxmagan bizmi ota-onamizdan olib 20 ishimizda kelib mishada nimalar ish qilgan bo'lsak tirish
Turmush bugungi kunga keldik. Qo'limizdan kelgancha yordam qilyapmiz, qo'limizdan kelgancha qilyapmiz. Biz bir oltin qazmaymiz. Unda olsa sen do'lqinaysa keladi ekan, Shvetsiya bexatarlik darsan vaqt ilib, mabal manda deb ketib bordi. Tekshiranglar, nimasi bor ekan yoki biznikini o bu deb deyson, Dilshod Rashid bilan kirib, ishtiga maramat ochiq. Sakarhat polisini deb bosib telefon nomeri chiqdi. Kim bilan gaplashma desa, Xitoy ishlar bo'limi bilan gaplashma, men World Uyghur Kongressining raisi desa, birdan qabul qildi. Voy, taksi bilan merbaki oldi. Anan keyin deson to'g'ri Hamid degan mushtaq qilsin deb. Men sen Izzat degan men sen bomoning pushtiga o'xshash, yolon to'y salamchi, haqniki menga bir haq bir yata qapamisa, men nima deb Do'lqinaysani oldiga bormay, bekarmikaga Do'lqinaysan meni oldimga chiqmamdi. Do'lqinaysan nochi bo'lgandan keyin meni oldimga chiqmamdi, meni qonuniy organlarga chaqamamdi. Ama yerga bir yilqi Qurbanjon degan bir ko'tvatdi, ko'tlash o'tgan men bir og'zim bir mo'sh buzilgan Do'lqinaysan keladi ekan deb, kas bir narsamni yeyson desam, shu istag'va ashar yigiz deydi. Ben dedim, elas emas, ben dedim, meni tozaq çaymak çöpsen de, üyek basam, çoğun dadamlar var, o sen yaxşı balıttın, öten var balıttın, inem, ondan zamanda neyim qıp qapsa, biz çıraylık, hal qılaylı bu işlerini deyip de, üyedanın ki, ben hayacanını ketmeyden, hissiyatını oynavasa, anandı ki, ben qop məmir əsim güçüsə, menimi sətləşdirsə, anandı ki, mağabı biznin ki, neçə vaxtdan beri söz deyərlərimiz, nölge tanı olsa, ben sabdaşlarımla sestivəsəm, şundaq mı? Men sen emas. Xitoy menga telefon qilib, "Makon Do'lqinaysanning barcha deysin, bormayman men. Ota-onani qo'yib beramiz" deysin. Men Do'lqinaysan bilan birdan-bir ko'rishga yerim. Men sen eng oxir qitim Shvetsiyada sista ok foshta deydi. Hem oxirqisi, hem oldinqisi deydi. Men sen deb qo'yaman Madinay adam bilan, sen bilan, Do'lqin akang bilan Dilshod Rashiddan har qanday bilan ko'rishga o'rnim Shvetsiya bexatarlik idorasi yoki sud. Uningdan bo'lak yig'inzal unda kerak bormayman men. Ben qo'rqib bormayman emas. Ben yaratmayman. Mening ta'sir doiramning kuchligidan mishak amalsiz kelyapti. Men uni jangga chaqirib akeldim mishak. Bu mening g'albam. Ökün Finlandiyadan asl biletni olib bo'lgan men keldigan. O Do'lqinaysani kim keltirmadi, qaysi kuchlar keltirmadi desam, yana qaytadan biletni olib kelmadi. Bu mening g'albam, mening qanchalik ta'sir doiramning kuchli ko'p ketgani amalsiz kelyapti. Keladi. O'tasun mishak xalqlar bilan ashu qo'llaganlar borsin. Men qo'llamayman uni, mening raisim emas. Mening hech narsam emas. Men tildim, men dedim, men deydigan gapni men dedim. Men qolgan narsani ularga sotdi ko'rsatma yoki Shvetsiya bexatarlik dars chaqasin, uniki men chaqasin, men gaplashmayman. Undan keyin sotachido Shvetsiya bexatarlik idorasining o'zining sotuvachimi, ya'ni menda gap borliqi. Meyadan birisi tutilgancha shu Saponing soti ichilib, andan keyin qaror chiqdi-ku, beshida gumonliq dedi, andan keyin 2 oydan keyin tekshirib soti ichilgan keyin tamg'a urilgan. Shundan o'xshash Saponing chaqirdi, xatavatido, keldaydi, boridi, uni so'zaydi, bu uninkin so'zaydi. Biz shu chaqda bir chiqarib beraylik bir narsani. Andan keyin kimning xoin, kimning shpion, kim so'rayga odam saga Dünya Uyghur Qo'mitasi tashkilotida beqindigan qaysi tashkilotlar va Turkiyadagi, meyariki qaysilari bor qo'llaydigan. Burunqi ishlari, pul, qari pul, yolg'on to'y qilgan, dokument ishlagan, yolg'on dokument ishlagan, zaharli chekimliklarning ishlari komitetlar Norvegiya orqali bog'langan. Voy. Biz bir chiqili. Ma'qulmi? Shunday gap. Shuningga o Do'lqin akalaringni yana birini, o Do'lqinaysanlarni va qara, sen cho'ng bilsan, men cho'ng bilmayman. Qattiq xiyolimga kelib chiqmaydi. Do'lqinaysanlaring, Rabiya Qodir, Umar Qanotlaringning 24 soat qalasida Tug'liq Hamid bilan Zumrat tursin. Nima ish qilayotganda bular? Bichara bular, sen go'ylar ashundan bichara. Bir odatdagi 2 tal o'qituvchi xalaqdan qo'rqaysan. Birnim bo'lsa shu Zumrat tursin. To'g'ri qilgan odam bo'lsa, sen Zumrat tursin deydilar. Bir odamlar o'zining nimasini kirib yozsa, tillaydi ekan-ku uni. Shunday boshqa narsani kirib yozsa, to'g'ri haq gapni qilsa, sen Zumrat tursin, qariy savat ichib boshdan. Yana birisi birnim qilsa, sen Tug'liq Hamid, sen qariy savat ochdan. Yana birnim qilsa, sen Zumrat tursin. Sen Zumrat tursin. O Zumrat tursinning ashtajiq akkaunti bo'lsa, mening ashtajiq akkauntim bo'lsa, biz oldiga chiqmishda qo'rqmay sotqi chiqalaylik. Birdan tep oldi bular. Sen meni 5-oyda Amerikaga kirmay baq. Sen kim o meni 5-oyda Amerikaga sen kirdisan, kiradigan. Meni hukumatdan bekitib berdi kiradigan vaqtimni. Sen oldin qaytim fuqamay qapsa, sen iliq petition to'plab men seni Amerikaga kirgizib emas, qilib etmay degan vaqtingda men
Ашта bo'lamdig'anni, bo'lmamdig'anni deb men iltimos qilib baqsam, 5-oygacha kira oladi ekanman dedim. Tushunding? Tushundingmi? Mening kiradigan, kirmaydigan vaqtimda men Amerika hukumati deydi, men vaqtida kel deydi. Ya bo'lmasa men shu vaqtida boraman. Yoki o'zim boraman. Tushundingmi? Sen ma vaqtchi kel, sen kelmasang bir lata desang. Voy, eja qiz o'zing Meksikaga chiqib baqa, qaytib kirolmaysan go'y. Meksikaga chiqib baqa, Meksikaga. Amerikaning chigirsidan. Bir putinglar atlab, bir putinglar bunda qilgan bo'lsang, chatirqingni yitibdi Amerika hukumati men senga deb qo'yay. Hech yerga chiqolmaysan go'y, qop-qora. Sen izzat, sening opang dadangmi? Mishda qarnopos pitga, qariyanantiga kirib ketdikka, senmi qarnopos pit kirib ketsa desam ishonjima, sen hayotimni xat olaman demasan. Sening ma'tihi ma ishlading kin 50 ming dollarlik, 100 ming dollarlik ustingdan bir mo'j sot, bir mo'j to'lamlar keladi. Shu chaqda sen mushlarni podig'ini ko'tarib, mushlar ishlarni qilayotgan vaqtingda ashular chiqib sening bir tim pulingni to'lab beralsa, men qulug'imni sana sapalda kesib berman. Tushundingmi? Shu chaqda sen ashchaqda kayning ko'rilib, ashularni tishlaysan. Sizlar digizgan tinglarg'u, va sizlar da'vatgan tinglar, buni sutdan qog'oz kelibdi, meni kim to'lab berdi? Xotinim satamdi, ko'chaga chiqib, va yilimi az emas xotinimning qimmatga ishi. Va deb anaki qilishsan degan. Ko'sar pog'nikangni sepli yutsa tizing'i cho'g'i, yag'an sarang bo'lib buni ishdan qutulma deysan. O chaqda sening narsangni kim to'lab bergan shu chaqda biz ko'rlayjimi? Sen 5-oylik kelmamsan, 6-oylik kel. Sen kim bo'lsan meniki narsamni bekitib bergansan, men 5-oylik kiramdim, 6-oylik kiramdim. Men Odilchilarning ustidan bir narsa qilib bo'lgan chaqda Do'lqinay saning ustidan Germaniyaga saqchiqan kirib qog'ozlarni qilib bo'lgan chaqda men Facebook chaplab qo'yman, xotirjam bo'l. Men qilma deydigan ishimni qilaman. Men alliburun Germaniya konsulsiga, Gollandiya konsulsiga xat yozib, bu ishdan taqlab qo'ydim. Men vaqtni menga to'g'ri kelgan vaqt beringlar, qaysi saqchiqan bilan ko'rishma, Do'lqinay saning adresi qaysi mahalladaga saqchiqan qaraydi. Meni mushta deydi. Menga cho'qim bir adolat kerak. Men bir dunyo Uyg'urqining raisi turib, meni mushta qilyapti xalqning oldida. Men javob berish kerak. Men manda degandim, lekin mening isbotim bor deb men yozdim. Sen voy, sening qancha vaqting bor dedi. Men kirma Germaniyaga bu deb. Adilchilarniki nima shu? Buningdan keyin ashunda sana o'xshash 5 molaniki tazidillar o'yning oldida chiqib, ustingdan sot qarzi berib, iqtisodingni palash qo'yibmiz. Anaki chimmida o'tirib o'zingning ishini qilgani. Ya sotqa berib, meni ufitib, mening zuvanimni besiqdi. Ya bo'lmasa, men ishni qo'ng'ani qisib xalqning oldida da'voringning nishonini o'zgartirib qo'ng'ani tuzuk qilsa, meni qisang tuzuk qilsa bo'lmasa, o'rinni bo'shat. Yo'qolish, yeb kirket shundan narsani. Indigenous qurultiyi u. Uyg'ur qurultiyi emas u. 10 ming kishilik imzodan keyin bekitilib bo'lgan u narsa. Unda bo'lsa, qarindoshlar, men jiq so'zlab qo'ydim. Alloh omonat unda bo'lsa. Ma gapninki, og'zini buzgan yerlarini chiqarib etib, ma gapning meg'izini qabul qilinglar. Ma'lummi deydi-ku, dars o'tayotgan chaqda 1 soat dars o'tdim. 1 soat degan 45 minut bo'ladigan odatda. Bizning o'qiyotgan vaqtimizda 20 minutlik yerini chiqarib olsammi chiqarib, 30 minutlik yerini chiqarsan chiqarib, 10 minutlik yerini qabul qil deydi. Shu 10 minutlik yerini qabul qilasan, anandan keyin g'arib sen tayyormi deyish uchunga Uyg'ur men tayyor deb bo'lish kerak. Tushundingmi? Shuning uchunga Salih Xudoyerdek mustaqillik davosini kongressmenlar bilan davlatningki shu apparatdagi muhim odamlar bilan qilyotganlar, ular qog'ozning ishlarini o qiladiganini cho'ng ishlarni qilyotdi. Biz men chiqib Zumrat adam bilan, kim bilan men chiqib, yana boshqalar chiqib nimaga so'zlaymiz? Xalq bir uyg'onsa, xalq bir ko'zi ochilsa, Moldotaqmi bir xalqga ham bu uyg'onmaydiganmi bu? Qo'ng'altaq qo'ylar kelsa, ammo nimishga uyg'onmaysa desang, ma'qul qara. Men senga ish beray, bu uyg'onmaydigan xalqningki haqiqiy xalq, uyg'ongan xalqga uyg'onmag'ini shu qurultayning poqini yap yurgan shuningga ilaqi Roshan Abbosning vatanga berib kelgan bir muncha do'stlari bor Amerikada. Uni hech kim tillayolmaydi nimishga, Alloning poqini Roshan Abbos biladi. Shuning uchun hammasidan ilinib ketgan bir-birsiga zanjirsiman. Shuningga odatdagi xalqni ilib olgan, yurtboshlarni ilib olgan, tashkilotchilarni ilib olgan, Geldin ilib olgan, Ko'sarni ilib olgan, yana birimda ilib olgan. Shuningga ular majburiy taqtidi. Telefon qildi ekanda. Telefon qilib. Angladinglarmi? Shu seriklarga to'liq xamet degan sarang qaladan ketgan to'qinin po'qini. Angladinglarmi?
Seni bul dedisi. Vay bu şu çıkıp karan adamlarını tillab kömenglar buldu onun nesini. Vay ağız bekiştin bu kadar bal eke bu. An yana bir saçı dike. Ha ködünglarmı? Sarang yana bir gün sözlepdi. İliqi xotin bilan bir iliqi hadisi bor uningki. Desa ayani birsi deydi ki, "Voy so'zi so'zlamamdi, hozir shu ashninki filmlari moda bo'yotdi-ku, shuni iliqi quloqqa arsayin tiqib olamiz. Qoch yo'qash, uyda u bu ishlarni qilgash, shunday narsani ko'rib, shunday vaqt o'tkazmasa qanaqa qilamiz?" Yana birsi o'yladiki, "Ya abi og'iz deganni buzab 50 girka nachar go'yka, xumska, g'uljiliklarning ichidan chiqqan yomon bir to'xona po'qo go'yka, u talvika, qip qizil saranka, u hech kirkatmay odam tillatdi, bu ko'manglar uninkini degan siri 4 ming, 5 ming, 3 ming bazırım çıkıp barattı. Müşunda qarindoshlar. Muşu turmushimizda bo'layotgan ochiq reallik mushu. Mushu qarindoshlar, turmushimizda bo'layotgan ochiq reallik mushu. Ya bu Xitoyninki degan ichi deganning qalaymi qanchalik bo'lib degan hozir putdi yedin. Ya ma Rossiya hozir ochig'ini ma putlay qaziga bo'g'ilib putdi sarang bo'lay deb qoldi. Hatto Xitoyni tishlaydi oqiga o'riliblar. O aka sen meni mancha kunda olamiz deb mancha pul berganding, mana pulni hamda tugidi. Aka yana ber deydi. Qarshi Xitoy degan yidayilog silayotgan, virusni bilan ichini taqib olgan, tijorat mangmagan, paychaklar tushib ketib qolgan, o'ris bir tarafdan qistavotgan. Shunda vaqtda balki o'risdan shamol chiqib kelishi mumkin. Amerika qo'llab qelishi mumkin. Shuningga sen tayyormi? Shuningga sen tayyormi deganga tayyor bo'lish uchunga chiqib kapishib ketpagan yerimiz shu. Biz cho'ng to'g'ri, biz cho'ng ish qilib yetammidik. Men shu parlamentning oldida ota-onamning ishlab yuriyotman, namoyish o'z chiqyapman, qo'limdan meni undaq cho'ng bir ish kelib ketmasmi? Voy zil vaziyatning zil vaqtlari kelgan chog'da bunda ishlarga xalq o'ygan so'ng ko'zini ochsin deb. Qayerdan bilamiz hattogan Shvetsiya hukumati tiqi ustalning ustida o'tirib qolgan chog'da mustaqilliklarning orasida soliqlar bilan cho'ng bir yerda o'tirgan chog'da Shvetsiyada namzat tutib men o'tirib qolam deb uni Alloh bildi ya. Men bunda o'zim maqtab qo'y, men maqtaydigan odam bo'lmagan ekan. Shu qarindoshlar, shunday gap. Allohga omonat, davsa qarindoshlar, omon bo'linglar. Juma